Sizler koluma yaşıyorum. Ben Ol şehrinin Amsterdam'daki Ol Kapitalatının kurucusu mesulüyüm. 14 yılda ya. Nurgul akırık ritmisiyle yerden gelgen. Akırık kim bilsem bakma. Hacet'ten kılışım oylamam. Tüysün orada. Yok diyabetine. Geçmiş bütün emniyetim çıktım. Nurgul gitti tüysün resmi kurup gitti. Ağzı gene. O şey yüzü kum mezgide yıkırlar gidip yere kaydedim. Ben hissettim kuruldum. Köpçelik sanki. Son işine beni kılamaya. Şu sefer sandım benim kadar katkım var. Köpçelik yerden kaçma takıtım yok. Köpçilik yaxşımısılar, bugün Raziya Hadashning avatgan yana bir murojaatnomasini ko'rib qoldim. Bu murojaatnomada mundaq debdi. Jiddiy murojaatnoma. Yaxşımısılar köpçilik. Menki Abdusalom Abdikin. G'o'lji shahar Stalin yo'li 6-xon 14 numurliq uyda o'ltirishliq bo'lib, men 10 yildan beri saxovat ishlari bilan shug'ullanib kelayotgan edim. Bu jarayonda yetim yisirlarga, yashanganlarga, ig'ir og'riqlarga, oilasida qiyinchilik borlarga, o'qishda qiynalib qolganlarga saxovat so'yar fidoilarim bilan yordam berib kelayotgan edim. Endi bugungi kunga kelganda uzun yillik qanot siyish kasalining agashmasi chiqib, yurak, börak, o'pka, jigar qatorliq rais a'zolar zaiflashib, kasal karvitida qiynalib yetib turibman. Mushu kasal sababidan ish o'qatlarimni qilolmay qoldim. Hem tapqan təginim kesel davalitish sababidan iqtisoddan ayrilib qoldi. Biz 5 jon, 3 balam bilan hem yuqum sababidan iqtisoddan chekindi. Va aslida kesel sababidan iqtisod ahvolimiz chekinib ketgan edi. Yana bu agashma keselim qo'zg'ilib, yana doktorxonada kesel karvitida qiynalib yetibdiman. Shu sababdan mehri otash qarindoshlarimdan yordam so'rab bu murojaatnomani chiqarishga majbur bo'ldim. Tama köl tola debdiken. Kichikkin yordam qo'linglarni sunib qo'ygan bo'lsanglar, hamda kuchab taqtib bersanglar, sizlarning oq ko'ngil qalbinglar, mehrli qo'llaringlar bilan og'riq azobidan tezroq qutulib qolgan bo'lsa, sizlardan cheksiz minnatdor bo'lgan bo'ladi. Bu murojaatnomaga mas'ul bo'lg'uchi Raziya. Ko'pchilik bu murojaatnomaning haqiqatan rost ekanligini bilib, ondan keyin bu murojaatnomani chiqargan edi. Bu murojaatnomaga yordam qilish uchun ekran ustidagi ishkilik kodni rasmga tortib olgandan keyin shu ishkilik kodni do'stlar chambarikingizga chiqarib, shu yerdan skannerlab, pul sommasini kirgizib, ondan keyin yordam qiling. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik. Bu murojaatnomani chiqargan vaqt 2022-yili 11-oyning 17-kuni.